Men Kalmar o'yinidagi har bitta bosqichini haqiqiy hayotda qurdim. Va mana shu 456 kishidan bir dona kishi 456 ming dollarni qo'lga kiritadi. Birinchi o'ynaydigan o'yinimiz qizil chiroq va yashil chiroq. O'yinchilar yarim soat ichida mana shu qizil chiziqqa yetib kelishligi kerak. Endi ortiqcha gapirmasdan yashil chiroq. Qizil chiroq. Ko'rib turganingizdek har bitta o'yinchining qornida uskuna bor va u o'yinchi yutqizganda portillaydi. Kris, bitta gapirib ko'rasanmi? Qizil chiroq. Yo'q. Men 100% bilaman, bu bola qimilladi. Yashil chiroq, qizil chiroq. Fashili o'lib ketishyapti. Shunaqa qilib o'yinchilar chiqib ketishni boshladi. Keyingi qizil chiroq bo'lganda iloji bo'lsa yaxshiroq joy toping. Tinchlikmi? Hozirdan o'sha 30 ta odam chiqib ketdi. Agar kimdir yana qimlasa chiqib ketadi. Ular yashil chiroq degunimcha turishligi kerak. Men esa kuni bo'yi kutishim mumkin. Ularda 23 minut. Menimcha yashil chiroq deydigan payt keldi. Men buni oyog'i olib ketdi. Yashil chiroq. Yashil chiroq. Ular jim bo'lib qolishdi. Qizil chiroq. Mana ko'zoynagimni ko'tarib yuboring. Bo'ladi. Ha, shunaqa bo'ladi. Ana bo'ladimi? Rahmat, bo'ladi. Yashil chiroq. Qizil chiroq. Yaxshilikcha qimillama. Men to'xta degandim. Borib kim oxirdaligini ko'raylikchi. Siz oxirgisiz. Nimaga unaqa? Menga yo'l bo'shatishligini kutaman. Siz qadam ham bosmadingiz. Ozgina bosdim. Ha, mayli ko'ramiz. Yashil chiroq, Sariq. qizil chiroq. Tushib qoldingiz. Sariq ishlab qoldi. Sariq chiroq yovuzlarcha bo'ldi. Serialda 67-raqam bosh qahramonlardan biri bo'lgani uchun sizga yashil chiroq deyishga ruxsat beraman. Yashil chiroq. Qizil chiroq. U chiqib ketganda alam qilardi-ya. Ko'rib turganingizdek 100 dan ortiq odam chiqib ketdi. Chandler, marhamat. Yashil chiroq. Qizil. Bu kuchlilardan biri bo'ldi. Ana shunaqa. Yashil chiroq. Qizil chiroq. Ular qanchalik yaqin kelganiga qaranglar. Ular yo yutishadi, yo yutqizishadi. Tepadagi soatga qaranglar. Sizlarda 4 minut 20 sekund qoldi. Ana o'sha raqam. Yashil chiroq. Qizil chiroq. Birinchi ikkita odam yetib kelishdi. Voy barakalla. Yashil. Qizil. Ha jonginam, ha jonginam. 5 kishi chiziqgacha yetib kelishdi. Agar sizlar tezroq yugurmasanglar yutqizasizlar. Sen haqsan. Yashil chiroq. Qizil. Atigi 2 daqiqa qoldi. Karollada basa belashamma. Yashil chiroq. Qizil chiroq. Sallaqmasizchi. Bizda 1 minutdan kam vaqt qoldi. Vaqt tez uchyapti. Yashil chiroq. Qizil. Siz chiziqdasiz. Siz o'tdingiz. Siz o'tdingiz. Ha, xuddi shunaqa. Qizil. Tushib qoldinglar. Siz bo'ldi, chiqib ketdingiz. Ha, men buni ishlashni bilib turdim. Yashil. Qizil. Sizlarning ko'pchiligingiz o'tib ketdi. Ular tezroq bo'lishligi kerak. Gazni bosib uchish kerak. Yashil chiroq. Yashil chiroq. Boshqa qizil chiroq demayman. Men qizil chiroq demayman. Bo'ldi, juda kech. Juda kech. Hammalarni yashil chiroq, qizil chiroqdan o'tganinglar bilan tabriklayman. Agar ekranga qarasanglar, qancha odam tirik qolganini ko'rasizlar. Atigi 232 ta odam. Agar sizlar tepaga qarasanglar, u yerda 456 ming dollarni ko'rasizlar. Ana endi pishiriqlarga o'tamiz. Bu o'yinda har bitta ishtirokchi igna bilan 4 dan 1 rasmli pishiriq olishadi. Ular 10 minut ichida tushgan rasmni chiqarishligi kerak. Kim pichingni sindirib qo'ysa, o'yindan chiqib ketadi. Diqqat, har bittanglar o'zingizlarning so'roq belgilarini tanlanglar. Nimaga bunisini tanladingiz? Men o'rtasini tanladim. Bu yerda zont yo'q deb o'ylaysizmi? 30 o'ntik ham bormi? Siz serialni ko'rmaganmisiz? Yaqinni ko'plar o'yindan chiqib ketishadi. Birinchi rasmni ko'rsatinglar. Ikkinchi rasmni ochinglar. Xursand bo'lib ketishganini qaranglar. Sizlarning o'rningizda xotirlangan bo'lardim. Ochinglar. Kris, bo'ldi, ochvur. Joydan tursa ham bo'ladi, bo'ldi, tamom. Turib so'ng tushadi deb o'ylamanmi?
Menimcha siz asabiylashyapsiz. Sizda yulduzcha bo'lsa ham siz bosh qahramonsiz. Siz albatta yutasiz. Albatta. Taymerni yoqinglar. Oh xudoyim. O'yin boshlandi. Ular g'irchillashini eshityapsizlarmi? Bu holatni yomon ko'raman. Korobkadan chiqarayotganimda pichinni sinib ketdi. Qani ko'rsatchi? Shvirka. Shoshma. Sanda soyabonmi? Uzr do'stim. Qaranglar, ular uchburchakni kesib oldilar. Tabriklayman. Voy yo'q. Voy! Jimmy zajgalka borligini bilmaydi, lekin men uni kimdirga tashlab qo'yaman. Nima? Bir yarim minut qoldi. Ha jonginam. Ha. Yo'q xudoyim. Bu eng birinchi chiroyli soyabon bo'ldi. Oh, ha, namuncha osoni. 67. U o'tdi. Bosh qahramonning kuchi bor ekan. Yana ozgina 30 soniya. Shu yetmay turdi. 3 2 1 Vaqt chiqdi. Galadingmi, soyabonni kesdingmi? Mana shunaqa qilib ko'pchilik o'yindan chiqib ketishdi. Lekin xavotirlanmanglar. Ular har bittasi 2000 dollarni qo'lga olishadi. 142 ta odam pishiriqdan o'tdinglar. Agar hozir o'zida chiqib ketsalar 4000 dollarni qo'lga olasizlar. Duxlarni ko'raylikchi. 4000 dollar, yana 4000. Bunchalik ko'p odam bo'lishini bilmayman. Ha, mayli, hammaga xayr. Mayli, endi 10 kishi bo'lib gruppaga bo'lininglar. Biz ular kanat tortishligi uchun guruhlarga bo'lib chiqdik. Sizlarda 500 million yutishga imkoniyatinglar bor. Eng kuchli, eng aqllilar kerak. Chunki bizda faqat aqlli va kuchli va jigarchilik. Hozir kuchlilarni terib olib, kanatda hammani yorib tashlaymiz. Uzr, biza qizlarni olmaymiz. Sizlar nomisizlar, mayli. Bizda 3 ta odam qoluvdi, endi 10 ta bo'ldik. Qani ketdik. Ko'rmayolsam bo'lar ekan. Hozir bizda 12 ta guruh yig'ildi. Keyingi o'yinga o'tamiz. Endi kim bilan tushishni tanlaymiz. Mayli, bu yerdan raqam olamiz 6 va bu yerdan 5. Mostga chiqamiz. Kanatni tortish o'yini. 6-guruh va 5-guruh. 5-guruh boshladik. 1 2 3 5-guruh. Agar mana shu joyga tushib ketsanglar yoki bayronni berib qo'ysanglar yutqizdinglar. Sizlar tayyormisizlar? Sizlar tayyormisizlar? 3 o'tkazib qalaman. Boshladik. Olg'a. Bo'linglar. Bo'linglar. 5-komanda tortib ketyapti. 6-chi yiqilyapti. Ular tortib tashlashyapti. Burchaga yetib qolishdi. Tort. 5-komandani tabriklayman. Sizlar oldinga o'tdinglar. Ikkinchi guruh va 7-guruh. Xursandligini qaranglar. 2 va 5 olg'a. Agar yutsak pullarni bo'lamiz. Bo'linglar, bu guruh yutadi. Olg'a. 10 taraf yutib ketyapti. Qani nima bo'layotganini ko'ramiz. Serialda siz yutdingiz. Ko'ramiz bu yoqda omad kelarmikan. Karl bu yoqda 67 bor. Sizlar yutqizasizlar. Karl bo'l, motivatsiya ber. Tortinglar. Bayroq shotdi. Bo'ldi, tugadi. Okey, kelib turing. Siz hozir bittasini shotdan olasiz. Xo'sh, nimalar bo'ldi? 4-guruh 10-guruhga qarshi. Sizlarni o'rninglarda men qo'rqqan bo'lardim. Ularda 456-bor. U bosh qahramon. Ha, ketdik. 3 2 1 boshladik. Voy, Bo'l, tort. 456-chi yutyapti. olg'a. Qaranglar, tushib ketdi. Voy xudoyim, ular tushib ketishyapti. Hammasi tushib ketishdi. Biz buni uyushtirib qo'ymaganmiz. Lekin 456-chi ham, 67-chi ham yutishdi.
Qani tortamiz. Xo'sh, 9 11 ga qarshi. Bu ishlarda ular shunchalik harakat qilishdiki, undan keyin mana shu narsa bo'ldi. Hammanglar bittadek tortinglar. Bittadek tortinglar. Tushib ketishdi. Bo'ldi. Ular maydonni sindirib qo'yishdi. Ular hamma narsani sindirishdi. Sizlar boraversanglar ham bo'ladi. Вообще cho'tki bo'ldi. Qanotlarni tortib bo'lgandan keyin bizda 60 ta odam qoldi. Va esinglarda bo'lsa, ulardan bittasi 456 ming dollarni olib ketadi. Hammaga diqqat. Eshitinglar. Hammanglar bilganinglardek, Kalmar o'yinini keyingi bosqichi shariklar bilan o'ynaladi. Menimcha xafa bo'lasizlar-yo, lekin sizlarga partnyor topishingizga yo'l qo'ymaymiz. O'zingizlarni o'rtog'inglarni qo'yamiz. Biz kim bir-biri bilan ko'p gaplashganini bilamiz va o'shalarni bir-biriga qarshi qo'yib qo'yamiz. Va sizlardan bittalar o'tadi. Mana masalan 67 va 431. Mana yoqdi bana. Biz bilamiz, sizlar xona bo'yicha qo'shni va eng yaqin dugonalar sizlar. Biz buni o'rganib chiqdik. Uyga qaytganimizda juda noqulay bo'ladi. Sensiz qanaqa o'tadi jigarim? Kelamiz ham o'tolmasdik. Sen bilan oxirigacha bo'lgandan xursandman. Hammaliga 10 ta sharik oldi va hamma bir-birini eng zo'r o'rtog'i bilan o'ynashadi. 20 ta sharik olishligi bilan keyingi bosqichga o'tishadi. Endi taymerni yoqinglar. Xohlagan o'yininglarni o'ynanglar. Sizlarning maqsadinglar 20 ta sharik yutish. Ko'pchilik serialni o'yinini o'ynashni boshlashdi. To'q. Qaysi taraf? Menimcha bu yog'i. Bitta sharik bilan o'ynasanglar butun kun o'tib ketadi. Agar shunaqa desang bo'ladi. Ayla. Qolganlar esa to'qishdi. Nima o'yin bu? Biz g'ishchilik yotamiz. Agar o'rtaga tushsangiz 1 ball, orqasida esa 3 ball, qolganlari esa 0 ball. Agar vaqt tugasa, kimda ko'p ball bo'lsa o'sha yutadi. Mayli, o'yininglarga omad. Bir jamoa o'yinni tezlashtirishni xohladi. Bittada 20 ta sharikka o'ynayapsizlarmi? Sanda bitta ko'pdocha. Ostonmi? U topdi. Yo tavba. Yutganing bilan tabriklayman. Keyingi bosqichda ko'rishguncha. Sen mana dessan jigarim. Men juda xafaman. Hammasi yaxshi bo'ladi, tur. Biz bunaqa o'ynashimizni ham bilmadik. Bu juda vahshiy. Men buni oilam uchun qolman. Men juda asabdaman. Eng zo'ri yutadi. Eng zo'ri yutadi. Eng zo'ri yutadi. Sizlarda 5 minut qoldi. Menga qarama. Ular 456 ming dollarga tangani otib o'ynashyapti. Bu g'alati eshitiladi-yu, lekin shunaqa. Oldimi? Oldi. Ha, oldi. To'q. Men sizga yaqin o'rtog'ingizni chiqarib yuborishga ruxsat beraman. Vohma qilishyapti. Sizni chiqarib yuborishdan oldin aytmoqchimanki, qaysidir tasodifiy obunachimiz keyingi 7 kun ichida 10 ming dollarni qo'lga kiritishi mumkin. Agar haligacha obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Qilib ko'ra olmayman. Mana mana shu yerda bossangiz bo'ldi. Qarang, yiqilib tushasiz. Xafa bo'lmang. Agar haligacha obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Nima o'ynayapmiz? Devorga eng yaqin. Sizlarda 1 daqiqa 15 soniya qoldi. Agar vaqt tugaganda sizlar haligacha o'ynayotgan bo'lsanglar, sizlar ikkalovinglar uchasizlar. Men bitta dona savol so'ramoqchiman. Qanaqa? Sen meni unutmaysanmi? Bu nima degani? Sizlar ikkovinglar hozir uchasizlar. Nimasi bu? Nima bo'ldi endi? Ishonchingiz komilmi? Ha. Ular chiqib ketdilar. Rahmat aka. Vaqt chiqdi va hamma shu yerda o'tirganlar o'yindan chiqib ketishadi. Ko'p to'chalarni yutganinglarga hammanglarni tabriklayman. Serialda o'yinchilar bir-biri bilan shu joyda urushib ketishgandi. Lekin biz boshqachasi o'ynaymiz. Ko'k qog'ozni qizilga otish kerak. Tekis. Kimki qizilni orqa tarafini bursa, ko'prikka o'tadi. Bu meni sevimli o'yinim. Otinglar. Voyo, hech kim uddala olmadi. Ular imkoniyatni qo'lga kiritishayotganda, men Brawl Stars haqida aytib beraman. Ular shu videoni sponsor bo'lishdi va shu videoga 3,5 million ketdi. Kattakon rahmat. Tasha. Brawl Stars bu telefon o'yini. Sizlar uni uyda, shu arenada va xohlagan joylarda o'ynasanglar bo'ladi. Millionlab odamga qarshi. Wow! Bittasida o'xshadi. Ha, wow! Bu 3 minut ishgal va adrenalin. U yerda 12 ta rejim bor. Qurollik rejimi ham. Biz shu yerda qotgan narsaga o'xshash.
Ana shunaqa o'xshadi. Bizda 9 ta yutgan odam bor, lekin joy esa 7 ta qolgan. Brawl Stars o'ynaysizmi? Biz ikkalamiz o'ynaymiz. Brawl Stars haqida aytib beringchi. Uni Androidga va iPhone'larga ko'chirsa bo'ladi. Bu gapni o'zlari aytdilar. Ana shunaqa. Bosh qahramon yutdi. Ko'rib turganingizda bu yoqda Brawl Stars rasmi. O'yinda 50 tadan ko'p personaj. Sizlar robot bilan o'ynasanglar bo'ladi. Cactus Spike bilan o'ynasanglar bo'ladi. U juda Nolanga o'xshaydi. Hoy. Har bitta o'yinchimiz $2000 bilan bugun ketadi. Kimki Brawl Starsni keyingi haftagacha o'ynasa, mendan priz oladi. Agar haligacha ko'chirmagan bo'lsanglar, ko'chiringlar. Agar rahmat Brawl Stars deb baqirsanglar, ugura olasizlar. Rahmat Brawl Stars! Ushladi. Rostdan ham o'xshadi. Uguramaganlarni endi chiqazib olamiz. Voy do'st, hammasi birga ketdi. Voy xudoyim. O'yinchilar orqaga qaranglar. Rahmat. Endi yana orqaga qaranglar. Biz 16 ta maneken qo'ydik, lekin bu yerda bitta narsa bor. Raqamlarni chalkashtirib tashaganmiz va ular kars tilida va tanlangan raqam qaysi o'yinchi birinchi bo'lib o'tishini ko'rsatadi. Xo'sh, endi o'zingizlarga raqamli maneken tanlanglar. Ketdi. Qani ketdi? Qani sizda nima ekan? Bularda birinchi raqam. 13 yaxshi. Hozir o'zida ketursangiz bo'ladi. Hammada raqamli kiyim bor. Endi ko'prikka ketdik. Hozir biz oynali ko'prikni oldida turibmiz va u qanchalik chiroyliligini qaranglar. O'yinchilarni tezroq kelinglar, ularning yuzini ko'rgim kelib ketdi. Uy, vashshe cho'tkagan. Oynali ko'prikka xush kelibsizlar. Bizda ikki taraf bor va o'shanga sakrash kerak. Bittasi tushib ketadi, bittasi esa sizni vesingizni ushiydi. Qani vaqt ketdi, boshladik. Sabr qilib turinglar. Xo'sh, birinchi sakrash o'xshadi. Xo'sh. Bittalab sakraymiz. O'ngami? Men har doim haqman. Men Krisni quloq solgan bo'lmasdim. Ha, yetdingiz. Mana birinchi chiqib ketgan o'yinchi. Agar sizlar o'yinchi qayerga tushib ketganini qiziqsanglar, mana qaranglar, u yumshoq joyga tushdi. Endi sen chapkaligini bilasan. Molla, voqgap. 3 tasi o'yinda, bittasi chiqib ketdi hozircha. Ey, men u yog'iga ketmayman. Kimdir qolganiga sakrasin, u yog'iga men ketmayman. 8dan keyin o'tsa, men ham roziman. Oy, 3 minut o'tdi. Yurishga niyatinglar bormi? Vaqt ketyapti. Ko'ramiz. Bo'la qol. Xayr, kaka, sen uddalaysan. Ha. Bo'lamoqlar. bo'ladi. Unisini. Nima qilganiga sakrab ko'ring-chi. Bo'l, sen uddalaysan, bo'l. Voy, davay, voy, qurg'unchilik. Xo'sh, qani, bo'l. Qancha o'tganimni qarab, bo'l, sani galing. Siz qanchasini topdingiz? 3. 3? Ha, 3. Mayli, qani endi boshqa odam ham yurib ko'rsin. Qanchalik sekin o'tsanglar, vaqt yetmay qoladi. Agar hech kim yutmasa, pullar o'zimga qoladi. U hozir o'zida chiqib ketdi. Ikkinchi duxini terib oldi. Ikkinchi, yura qolsang-chi. Ikkinchi, siz 3 tadan 3 tani topdingiz. Siz juda omadli ekansiz. Bosa qoling. Voy xudoyim, mayli. Lekin men hech kimni majburlamayapman. Yana bittasi chiqib ketdi. Ikkinchi tushib ketdi. Sizlarda 8 minut qoldi, lekin sizlar ko'p sakrashinglar kerak. Sen zo'rsan. Shundan men nimaga 10-chi hammadan birinchi ketyapti. U juda ahmoq yaxshilik. Bo'la qochgan. Bo'l. 10-chida yana o'xshadi. 6 minut. Chiqib ketganlarga hurmat bildiramiz. Mayli, davom etamiz. 5 minutdan kam vaqt qoldi. O'yin yanada qizishib ketadi. 10-chi chiqib ketdi. Yo'q. Yana bittasi chiqib ketdi. Yigitlar, bo'ldi, men yura olmayman. Bo'la qolinglar. Hozir lekin orqaga Bo'la qoling, burishmasdan. davom etamiz. Bilib turganimdek hamma duxini berdi. Ko'ramiz kim yurar ekan. Ha, bo'la qol. Kimdir oldinga ketish kerak. Ha, u daladi. Yo'q, bo'ldi, men u yog'iga ketmayman. Imkoniyatsiz yo'q. Oxirgi raqamda sizlar ham yuringlar. 3 minut va 4 ta sakrash Men u qoldi. yog'iga ketmayman. Bo'ldi. Menga uchun bo'ldi, boshqa bormayman. Bo'la qolinglar, omadinglarni sinanglar. 5-chi, yaxshi. Voy, erkak, biz hammamiz yutqizishimiz mumkin. Yigitlar, vaqt kam qoldi. Tigi kim yut qoldi? Nimaga ular yurishmayapti? Qadam bos, yog'iga man.
Sal sabr qilib turinglar, qo'rqinchli. To'xtanglar, bu muhim qaror. 1,5 minut. O'sha bola qo'yib ketdi. Bola qo'y, sakrab. Bo'ldi, men u yoqqa ketaman, yetadi, bo'ldi. Men joyda umuman qilmayman, o'tsang o'tir. 1 minut qoldi. 3 ta sakrash. 1 minut. Bo'linglar, bo'la qolinglar, bo'la qoling, bo'ldi. Orqadagilar bu yoqqacha yetib kelmasanglar Men yutqazasizlar. taqdirimni sinab ko'rdim. Bo'li shu turadi. Bo'la qol, bo'la qol. Bo'ldi. Men sakradim, bo'la qoldim. Bo'la qol, bo'li sani. Yo'q, men sakramayman. Hammaligi bitta joyda turishibdi. 30 soniya qoldi. Tezroq bo'la qoling. Ha, bo'la qol, bo'la. Sakrash 20 soniya. Bitta dona. Yo'q, men sakramayman, men sakramayman. 9 8 7 Bo'la qolinglar, yutqazamiz qol, tezroq bo'laring. Hammamiz yana. Bo'la qolinglar. Qaytadan ko'rishimiz kerak. Men videoni orqaga qaytarib turib sizlarga sekinlashtirgan holda ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek vaqt o'tib bo'ldi, lekin 4 ta odam haligacha turibdi. Timer 0 ga ko'rsatib turganda haligacha 4 ta odam qolgandi. 16, 8, 13, 5. 4 ta yutqizganlar, sakraylar. Bo'linglar. Siz chiqib ketdingiz. Siz chiqib ketdingiz. Suringlar. Kelganingizga rahmat. Sizlar esa hammanglar finalga o'tdinglar. Endi sizlar 456 ming dollarga o'ynaysizlar. Ketdi. Tabriklayman, sizlar finalga chiqdinglar va buni nishonlash uchun biz sizlarga steyklar tayyorlab qo'ydik. Serialga qaragandan ko'ra bizda pichoqlar plastikli, lekin go'sht esa rostakasam. Hammanglar yaxshilab yeb olinglar, chunki finalda sizlarga kuch kerak bo'ladi. Men shu pullarni olganimdan keyin uydagilarga va o'rtoqlarim bilan bo'lishaman. Men pulni uyga olib ketaman. 100 mingni onamga Men beraman. bitta bo'lganimdan juda xursandman. Men yutmoqchiman va 10 ming dollarni Team Sisga xayriya qilaman. Xohlasanglar sizlar ham qilinglar xayriya. Men umuman cho'chiyotganim yo'q. Hammasiga tupurdim. Hech qaysisi meni o'rvinimda emas. Qani borib endi o'yinni tugatamizmi? Bo'ldi, ketdi. Mr. Beast final o'yiniga xush kelibsizlar. Menimcha nima o'ynashimizni sizlar tushundinglar. Musiqiy stullar. Musiqiy stullar. Ha, to'g'ri, musiqiy stullar. Xo'sh, gipotezamni sinab ko'raman. Kim kalmar o'yinini o'ynashni biladi? Bilgandim. Shuning uchun musiqiy stullar biza karslamasmiz, yugurishni boshlaylar. Shularni yoqinglar. Karl, sen xohlagan paytingda o'chirishing mumkin. Karl qarama. Chris san ham qarama. Karl qaramayapti, shuning uchun bu haqqoniy. Nima bo'lishini ko'ramiz. U uddaladi. Lekin meniki ko'proq. U uddaladi. U ko'proq joy egalladi. Bo'p turadi, kechir. Mayli, bo'pti jigarim. Xayr. Tobutni olib kelinglar. Tobutda o'yin kulgu quvur. U chiqib ketdi va 5 kishi qoldi. Bitta stulni chopamiz. Karl, ashulani yoq. Xo'sh. Sizlarda 3 voy. Voy. Kaxkaga Ko'rdingmi? U yutdi. Ha, u yutdi. hech bo'lmasa mart ekan. Voy xudoyim. U ketayotganda ashulani yoq. Ashula yoqildi. Yaxshi. Ular 456 ming dollarga o'ynashotdi. Любой sekund hal qilishi mumkin. U vaqtli o'tirib qoldi. Lashlarni o'chirmagandi. Ana tobutni olib kelinglar. Yotish payti kelibdi. Bu lekin zo'r sayohat bo'ldi. Menga yoqdi, zo'r bo'ldi. Bunaqa yutqizish juda achinarli. Endi sizlar haqiqiy emas deya olmaysizlar. Omad. Xo'sh, ashula o'ynayapti. 3 ta odam, 2 ta stul, bittasi ketadi. Xo'sh. Ha, urish kerak, ha, yurib turish kerak. Bo'linglar. Voy, yo'q. Ular ikkalasi kelishib olishdi. Ulashini qilishdi. Вообще grom. Siz yutqizdingiz. Tobutni ochinglar. Kelganingiz uchun rahmat, brat. Sizni quvonchingiz menga yoquvdi. Videoni boshida bizda 456 ta odam bor edi. Hozir esa shu voy xudoyim. Va yigitlar harakatda bo'lishinglar kerak. Qaysi joyda to'xtashinglar kerak emas. Endi ko'ramiz qaysi biringlar 456 ming dollarni olasizlar. Shularni yoqinglar. Karl, ozgina o'ynashsan. Bo'linglar ko'ramiz. Sal cho'zinglar, cho'zib yuraveringlar, chunki biz sal quvonchinglarni chiqazib olishimiz kerak. Kimdir sen pauzani bosganing uchun 456 ming dollar yutib oladi. Voy xudoyim, asabiy.
qachon o'chirarkan? Qachon pauzaga qo'yarkan? Ha, xudoyim! Wow! Voy xudoyim. Sen xafa bo'lmasliging uchun senga ikkinchi o'ringa 10,000 dollar beraman. Yo'q, men hazillashmayapsizmi? 79-chi. Sen hozir 456,000 dollarni yutib olding. Va birinchi eng haqiqiy kalmar o'yinida yutding.